Aynan qanchadan beri kuzatib keldingiz? 3 oy. 3 oy. Boshqa joyga borib operatsiya qilayotgan joyimda pulim olib keldingiz. Bilan ko'rib qoldimda, o'tdan kassadan oldim keldim. 2 kilo oldin Qozog'istondan kelgan, Olmaotadan kelgan. Ayol kishi bor edi, xirurg. Qizimni o'qildilar. Bir oycha yaxshi yurdim, bir oydan keyin Qanday bo'lib qoldi? yorib sochim ichida yuradi. Og'riqlar yo'qmi? Umuman yo'q. O'zim hayronman. Keyin hayotda bunaqa Video chiqqan. o'zimda shay yo'q edi. Aziz obunachilar, navbatdagi kompleks yoshartiruvchi, ya'ni amallashuvishi full face lifting amaliyotini rejalashtirmoqdamiz bugun. Ushbu patsientkamizda 2,5 yil oldin yuzlarida gravitatsiya, ya'ni yuz kompleks to'qimalarining tushishi, pitoziga shikoyatlari bilan murojaat qilib, boshqa klinikaga murojaat qilganlar va albatta bu yerda demak facelifting amaliyoti o'tkazilgan. Biroq mana facelifting amaliyotini standart bo'yicha o'tkazilmaganligini ko'rishimiz mumkin va bu yerda mana chandiqdan izlari, umuman teri va terosi yog' qavati hamda mushak to'qimalari umuman chuqur ishlamaganligi va operatsiyani o'zidan ham natija umuman bilinmaganini mana ko'rib turishimiz mumkin va aksincha bu yerda mana juda chuqur, xunuk, demak gipertrofik chandiq bo'lib, mana izlarini qolganini ko'rishimiz mumkin. Daha briyda shuni ko'tarib yaxshilab qarang. O'zingizmi? Я даже в жизни так и не было у меня никогда. Да. В молодости. В молодости у вас даже такая шея не было? Нет, нет. Вы довольны результатом на проведенной операции? Ой, тысячи раз. Ой, да вот. Я же говорила, у меня даже самой так не было. Всю жизнь пухлая. Альхамдулиллах. Где шрамы, которые проведены в прежней операции? У вас там миллиметр ничего не остался даже. Можете посмотреть. Машаллах. Qo'l emasmi? Rozimi siz? Yashab ketishim haqiqatda. Sizni topib bergan dugonamga ham rahmat. Sizga ham rahmat, hammalariga.